Milliy mahsulotni qo'llab-quvvatlash vaqti keldi qadrdonlar. Avvallari issiq ekan. Avvallari shunaqa nержавейка turba profilli Xitoydan kelardi. Endi o'zimizda ishlab chiqarishayotgan qaranglar. Bu yerda rulon holatda xomashyo keladi. Xomashyoda mana shu liniya orqali hozir 19 diametrdagi turbani ishlab chiqaryapti. Bu yerda 10 diametrdan 51 diametrgacha turba profillarni ishlab chiqarib berish oladi. Lekin eng qulay tomoni qadrdonlar hali ham like bosmagan bo'lsanglar bosib qo'yinglar va aynan shu nержавейка sohasida yuradigan tanishdagi videoni jo'natib qo'yinglar. Xitoydan olmasdan o'zimizning mahsulotdan foydalanishsin. Bu 19 deb bo'ladigan bo'lsa, buni yonida 51 liga chiqyapti. Eng qulayli tomoni qaranglar. Odatda nержавейка turba profillar 6-7 metrlik bo'ladi. Akalarimiz 15 metrgacha ishlab chiqarib bera oladi, sababi katta-katta arka qilayotganda o'rtasiga uloq tushirmasdan qilishingiz mumkin. Endi bu bo'limga o'tgandan keyin qaranglar, bu harorat to'g'rimi? Bu endi tayyor bo'lib chiqdi. Endi buni alohida liniya olib kelishgan, chiroyli holatda blesk berib, polirovka qilib beruvchi liniya bo'ladi. Mana bu yerda endi tayyor bo'lib chiqdi. Issiqqina blesk berishga e'tibor beringlar. Alohida liniya shu uchun chiqarilgan. Bundan tashqari nержавейкаga kerak bo'ladigan, perillaga kerak bo'ladigan barcha turdagi aksessuarlar bor. Misol uchun mana shu premium ustunni, misol uchun $250 qilib berishadi mana shu turishini. Bu yerda 350 ming so'mdan boshlab mana shunaqangi tumba usullar bor va qo'shimcha aksessuarlar. Bu tomonda yana kerak bo'ladigan barcha turdagi aksessuarlar bor. Narxlarni arzon qilib beradi, ustalarimiz bilan hamkorlikda ham ishlashadi. Matvi, Glansivi shunaqangi nержавейка listlarni ham optim narxlarda topishingiz mumkin. Endi bu sohada ishlab yurganlar yaxshi bilishadi. Narxlarini telefon qilib bemalol so'rab olishingiz mumkin.